Assalomu alaykum qadrdon mijozlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, bizda yengili Leno 5 litrli idishimizni 3 litrligini chiqardik. Endi xudo xolasa liney keliga yana bitta mahsulot qo'shsanglar bo'ladi. Aka-uka qilib qopqoqni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli chiqqan dizayni. Agar kimga shu mahsulotimiz qiziq bo'lsa, flakmonimizga murojaat qilinglar va qo'shimcha yengilligimiz bor. Bu yengilligimiz individual buyurtma bo'yicha mahsulotlarni chiqarib berish. Ya'ni mana bu mahsulotimizni o'zi oq va sariq rangda chiqardi hamma uchun. Bu rang esa faqatgina individual shu mijoz uchun chiqarib beriladi. Agar siz ham xohlasangiz, siz o'zingiz tanlagan rang faqat siz uchun boshqalarga sotiladigan qilib chiqarib beramiz. Bu sizga qanaqa foyda beradi? Sizni kompaniyangiz brendini xavfsizligi uchun ishlaydi. Ya'ni sizning mahsulotingizni podelkasini boshqalar chiqara olmaydi. Faqatgina bu rangdagi flagon faqat sizda bo'ladi. Agar kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, flagonimizga murojaat qiling.